Bugun katta savolga javob beramiz. Yer tekismi? Yoki Damas kabi egiluvchanmi? Ilmiy tekshiruvni boshladik. Avval ichimni tekshirib olaylik. Bu hali boshlanishi. Damas YouTube'dagi Mans Travelsay kanaliga obuna bo'ling. 10-mingta bo'lsak, top sxemani sizlarga ham o'rgataman. Faqat 1 oy ichida bo'lish kerak. Agar yer tekis bo'lsa, nega men qiynalaman? Gravity aka ishlayapti shekilli. Google Maps ham meni tushunmayapti. Men qaytib kelaverdim. Bu nimani anglatadi? Demak, men yo'qolganman. Yuqoridan qarasak, men ustida yuribmanmi? Bu ham ichimdan chiqdi. Bu ilm emas. Bu Damas fizikasi. Qayerga ketyapsan? Ketyapsan? Ilm izlab yuribman men. Agar yer tekis bo'lsa, drift qayerdan chiqdi? Og'irlik zasi mening dushmanim. Fizika meni tashlab ketdi. Men uchyapmanmi yoki yiqilyapmanmi? Javob topilmadi. Xulosa. Yer tekismi yo dumaloq? Bilmadim. Lekin Damas aslan legend.